Bek saqıltib qo'ydimmi, ha? Ya men samsak yemedim. Samsak bıraktım mı? Voy, yo'q, men sizni bek saqıltib qo'ydim demakchi. Samsa yeb kelamdoq. Men ovozim bitib qolgan, samsa yesam ham bitib ketadi. Qo'panga bo'l tomoqqa borli. Yotoqqa borli? Men bog'cha soqdiqla 2 soat oldi. Endi kelib yotoqqa bormoqchimdilar. Voy, men tomoq deymi, tomoq. Ma'qul. Tomoq. Ma'qul. Tomoq yeyli. Ha, shu. Ma'qul. Miya tutib turganman, berib kelay yevagijima. Hadi, kelma. Ma'qul. Edeş. Bu aylan tüzük bir adam tanıştırmandı bana, ha? Ötkenini qaysam 130 kilo kildigan bir qizni tanıştırdı. Gobanda yo'g'on qiz balna. Onunga bopti desam, keyin men ishimni 4 qatlaydigan cho'ng odamdan qadisini tanıştırdı bana. Yo'g'on xotinna. Onunga bopti dedim. Endi men tanıştırmagan bir tliq muhra chiydigan xotinlar qoldi. Bir chiroyli qiz ekan g'o. Ya o'zi bir chiroyli ekan. Men quloqdan ketibda, quloqdan faqatlam anglamaydi ekan menda. Anken baqirib gap qilmasak anglamaydi ekan. Tomoq borlatsam, yotoq qurib nima ish qilamiz deb tasqalib hamda urush qilaverdi. Ashkab meni islom to'g'ri kelanda, ha? Maqsad deydigan odamma. Yo'q lan beshga menga. Mang'islar qinim. Voy! Mang'islar! Mana biz quloq sal eg'iyolab qolsam, biz quloq kasallarga mana shu intayin yaxshi. Va putkul jungoda 700 dan ortiq do'koni bor. Va quloq sal eg'iyroq qolsa saqayda. Saqayda. Bizning Jo'nshudan quloq sog'lomlik markazimizda har xil quloq kasallik ko'rishdan siriq, yana har xil quloq kasalliklarini davolaymiz. Mush o'tir quloq yo'lliq bo'lsin yoki quloq anglamaslik, har xil sababdan bo'lgan quloq g'ung'ildash, quloq qichish, og'rish qatorliq turg'un kasalliklarni ko'rib davolaymiz. O'rnimiz bo'lsa, Xonjon Yitining hududidagi Antayshowchining ichida. Agar o'rin topolmay qolsanglar, telefon qilsanglar, biz oldinga chiqib ichirib olsak bo'ldi. Bizning aloqa qilish nomerimiz 199 90 69 65 55. Undan sirt bizning hozir politimiz bor, u bo'lsa kelgan xaridorlarga quloq teshib ko'rish mulozimati elib beryapmiz. Mana emasmi? Ya chiqib. Ha. Adash, miyaybe kela. Doktorga saqiydi dedi. Angichi men oyoq qilmang, ayt deb chapta ovozda sharidab yurandim men, ha? Bo'z anandami eg'in tanishtiranglar menga. Ba. Ha? Uzun bo'lgan saqyamatgan so'zilma xarakterli ketib qolgan qiz bo'libsiz. Alomat yaxshi.